Bozorga tushib qizlarimga narsa olaman deganimda bitta dona katta qizim uchun shu narsalarni 380 mingga hisoblab berishdi. Hozir men sizga bu narxga Toshkentdagi bitta do'kondan 4 ta farzandingizni boshdan oyoq kiyintirishingiz mumkinligini ko'rsatib beraman. Bu do'konda qo'ynechali 13 ming so'mdan boshlandi. Bozorda ham bunaqa narx yo'q. 15 ming so'mdan har xil rangdagi lasinalar, kichkintoy farzandingiz uchun 6 ming so'mdan maykalar, 15 va 19 mingdan yupqa plyonkalar, ertalabdan kechgacha kopto tepishni yaxshi ko'radigan o'g'lingiz uchun 35 ming va 23 ming so'mga futbolistlar formalari, o'g'il farzandingizni toy bola qilib kiyintirib qo'yishingiz uchun 39 ming so'mdan rubashkalar va bir-biridan shirin bo'lgan shunaqa kombinezonlar. Albatta bunaqa chiroyli lukni 35 ming so'mdan bo'lgan kepkalar bilan to'ldirmasangiz bo'lmaydi. Qiz bolalar uchun 39 ming so'mdan yubkalar, chiroyli qilib moslab kiydirishimiz uchun 22 ming so'm va 29 ming so'mdan bir-biridan asal bo'lgan chiroylikkina rubashkalar. Albatta bunaqa lukimizni 35 ming so'mdan bo'lgan bir-biridan asal yozbob panamkalar bilan to'ldirmasak bo'lmaydi. Qiz farzandlarimiz uchun yana 35 ming so'mga bir-biridan asal bo'lgan futbolkalar, ranglari va razmerlarida muammo yo'q. Xo'sh, onajonlar 4 ta farzandingizni har biriga bittadan luk qilganingizda ham общий qancha summa bo'lishini hisoblab ko'rdingizmi? Do'konda narxlar hamyonbop, vibr juda ham ko'p va hammasi Xitoy fabrichnik kiyimlari bemalol kelaverasizlar.